Assalomu alaykum, sizlar bilan birlikda men To'g'risi bugun video rolikimizda men o'zimiz serverni ochdim. Shunga kirib ko'rsataman sizlarga, ya'ni. Hop, bunda yozamiz va fincafe.aternos.me deb yozsanglar. To'g'ri, Aternosdandir, no yaxshi server. Ot Fincraft serverga xush kelibsiz. Mana shunaqa avatar orqali server. Kiramiz do'stlar. Hop. Hozirgina bakbotni. Opa bo'ldi. Hozircha login qo'shmadim, lekin bu videoni chiqarishimdan oldin qo'shib qo'yib keyin videoni qo'yaman. O'totsam. Da, qo'shib qo'yib keyin video qo'yaman. Hop. Warp spawn. Kelamiz va birinchi o'rinda kirgan yilida shunda chap tarafida ranglar narxi bor. Fin 40.000, Zenit 30.000, Apex 25.000, Nova 20.000, Core 15.000, Pulse 10.000, Spark 5.000. Donat keys uchun PPRQ bu asabiy yozdim. Adminim asabiy yozdim, ko'rasizlar. Donat keys 5.000 so'm. No, qanaqasiga ham baribir minusga kirmaysizlar. Token 1000 token 1000 so'm. Da. Bizda shop bor. Shopga kirganda sferali. Ot. Prosta uni anaqasini ochmayapti. Bemallarni o'rtaroq o'tkazib, buni ham to'g'rilab qo'yaman yaqin orada. Keyin yana shop deb yozsanglar, bu talismanlar ham bor. Talismanlar ko'rdik. Hozirchalik damlamalar yo'q. Aslida kitlar, Apex kiti, Zenit kiti, Finni kitlari bor. Finni kitini kimdir o'zgartirib, uni to'g'rilab qo'yaman. Hop, keyin shopda yana bizda keyslar bor, ya'ni donat keys bor, 5000 token turadi. Bemalol shop qilib keys olsalar bo'ladi va vaqt turib ochsalar ham bo'ladi. Nima shark? Spark yana oddiy donatlardan bittasi tushdi. Keyin bizda shopda bo'ldi, qolgan ikkitasi ishlamay turadi hozirchalik, lekin men buni ham ishini qilib qo'yaman. Keyin to'g'rida bu hozirchalik ertalab ishlamaydi. Shop ishlama yo'q. Mana erga bloklar, bularni airdroplardan olsalar bo'ladi. Airdrop loot chestlardan. 5x5 7 10 3 15. Keyin bizda bu tarafda mayin bor, to'liq ishlaydigan mayin. 1 minut 38 sekunddan naqa bo'ladi. Va bu yerda warp PvP, pastda esa warp PvP chest bo'ladi. Hozir hech kim yo'q, warp PvP chest ochiq. Ochiq. Narsalarni olasizlar, har 1 soatda bu yangilanadi. Adashmasam, har 1 soatda yangilanadi. Keyin Slack ko'p narsani ko'rsatdim. Bizda list qilamiz. Bizda 5 ta Luches airdroplar bor. Altar, Atlantida, Duengon, Meteorit bo'pchis. Bu yerda eng zo'ri Meteorit. Meteorit tutar narsalar bor. Xolasizlar hammasini lootini ko'rsatdi. Men deyishim mumkin, lekin kirib ko'rsanglar o'zingizga qiziqroq bo'ladi. Keyingi narsa bizda bu hop, davayt kitlarni ko'rsatamiz. Kits, start kiti. Tak, bu Spark, bu Pulse kiti. Yoda Core kiti. Kitini ko'rsatdim. Nova kiti o'sha Zetor normalniroq kit. Apex kiti ham Zetorni ko'proq sehrlabman. Keyingilar o'sha qiziqroq. Zenit kiti, Blast bilan Blast 3 bu bulldozer bilan teng 3 kuch qo'llaydi. Keyin mana qilich 11.5 rolli. Tapor, Z5 full set, narsalar bor. Elitra bilan 2 stack bor. Fin kiti esa clear qorili fast. Hech kimga qilib clear kits ko'rsataman. Amnaqa match 12 rolli ajoyib match. Keyin
Blast 10 bu degani 10 ga 3 golit qaysi tarafga qarab qo'ylasanglar, avtosmelt bor, telepatiyalar ham bor. O'zini qanaqasi eksi CT Fuz 5 anundan sal yaxshiroq. Yana Silator bu yerda anaqalar bor, ismi nima edi? Donatni Silator, Zeli agent, Vispishka. Yana boshqachalari ham bor, ularni hozir ko'rsating. Bizning serverda trapkalar bor, dezorientatsiya bor, plastlar bor. Keyin Visual Powder bor, Flame Death bor. Xo'p, mana finni elitrasi va bu yerda bitta talisman bor, hozirlik uni ko'rsataman. Fin 6+ урон, 4+ максимальный здоровье, 4+ броня, твердая броня, 20% скорость атака, 5% скорость ходьбы, вообще удар. Nima bo'ladi? Вообще удар. Talisman. Hop. Yana nimani ko'rsatsam sizlarga. Plus do'stlar, sizlar agar kirishinglar bilan promokod bor, donat yesga kirasizlar. Gift Piona deb yozsanglar, o'sha spoilerman ishlatganman, xohlasanglar hozir yangi akkauntdan ham kirib ko'rishim mumkin. Donat kes beradi hozirlarga, yangi akkauntga kirib ko'rsataman. Hop. Yangi akkauntdan ham kirdim. Ko'rib turibsizlar, yangi akkaunt va boshqa akkaunt 00 hammasi to'kiladi. Yozamiz gift. Agar bundan ham o'qib qolmagan bo'lsam, yangi emas bu. Bu kirib chiqaman. Piona. У вас нет разрешения. Tushunarli. Hozir men bu promokodga oddiy o'yinchilarga ham anaqa beraman. Nima edi? Razрешение beraman, keyin olamiz, hozir qaytib beraman. Hop, qo'shdim hozirgina, endi ishlash kerak. Gift pion. У вас нет разрешения к использованию. Hozir to'g'rilayman, shuni bor. Nimagadir ishlamaydi. Tak, berdim adashmasam. Ehtimol bilan endi piona. Nimaga? Hop, adashmasam, bunaqa bo'lishi. Kode yok, kodemiz buton pion. Hozir men 100% buni topib aniqlab sizlarga keyin ko'rsataman. Hop, yana bir marta hozir ko'rdim. Endi o'xshash kerak. Pion. No, men default rankiga men bu kodni berdim. Mayli do'stlar, nima qilamiz? Server yoqib ayt har doim o'zim bo'laman serverda. Yangi bo'lsanglar, kirsanglar, men o'zim sizlarga donat case beraman. Kirsanglar YouTube'dan keldim, donat case bering. Sizlar
beraman. Video zapis ochib qoldim, okey, davom eting. Короче, shu beraman. Kiringlar, o'ynasanglar. Juda ham yaxshi kayfli o'ynasanglar bo'ladi. Airdroplari bor. Sizlar airdroplarni ham ko'rasizlar. Xohlasanglar pastiga airdrop degan loot qolamiz. Nipop chestda loot qilamiz. Turganingiz tushganingizda o'rin yemaysiz, juda ham yaxshi. Bafasni olamiz. Mana shuni ko'rdinglar, hozir loot qilindi va bu yo'q bo'lib qoladi. Mana chalkini beradi. Keyin o'zini vaqti bor, ochiladi. Boshqa airdroplar ham bor, ularni RTPda o'zi paydo bo'lib koordinatasi aytiladi katta. Borsizlar, lootida delay yo'q, kim birinchi bo'lib borsa o'sha oladi. Shunaqa. Bilam kiringlar, maza qilib o'ynanglar. Hop, server 16-da o'sha onlayn bo'ladi. 16-kuni turgan vaqtimda o'sha onlayn bo'ladi. Men skins видео. Давайте спадем. Так, меч. Прямо, что принципе нужно. А мне var. Hop. Hamma har do'stlar bilan birga top bo'ldim. Ko'rishgungacha. Sog' bo'ling. Hozir men mayli sizlarga hatto bir tushgan rang ko'rsatish uchun server konsoldan case berib olaman. Hop, case berdim mana. You have been given. To'g'irlaganimdan keyin ham adashsam promokod ham to'g'irlab qo'yaman. Agar to'g'irlanmasa o'zim case beraman. Hop, bitta case'imiz bor endi bizani. Faqat ham ochamiz. Давайте qaysi rang tushsa, keyingi videoda shu rangdan boshlab kuchayamiz. Serverda. Apek, juda ham yaxshi rang tushdi. Yana bitta narsani aytib qo'yay do'stlar. Serverdan chiqib ketishingizdan oldin inventariyalarni bombosh qilib chiqib ketinglar, bo'lmasam inventariyalar polностью yo'q bo'lib ketadi. Adashmasam, chunki ko'pincha shunaqa bo'ladi. Misol uchun mana bitta olib sizlarga ko'rsatib beraman. Ne bilay. Bak, shunaqa ham qilmaylar. Hozir kirib chiqib ko'ramiz bir marta. Ertaga serverga kirganingizda уже loginlar ham qo'shilgan bo'ladi. Mana aytdim-ku, yo'q bo'lib qoladi. Shuning uchun hamma narsalarni qo'yib, o'zingizga stage yasolib, hamma narsalarni qo'yib, keyin serverdan chiqib ketishga maslahat beraman. Men buni ham to'g'irlashda ishlayapman. To'g'irlab bo'lganimdan keyin, hammasi yaxshi bo'lgandan keyin o'zim yana sizlarga xabar beraman. Hamma xayr, sizlar bilan birga yetaman. Top bo'ldim. Server 16-kundan boshlab onlayn bo'ladi. Sog' salomat.